Hazrati insonlar, biz qadim Samarqandimizning eng so'lim go'shalaridan biri Konigil turizm markazidamiz. Endi bu yerdan qadimiy Samarqand qog'ozini ishlab chiqarish tarixi, uni rivojlanish bosqichlari va hozirgi kundagi yoshi haqida ko'p ma'lumotlar bor. Bu yerda batafsil ishlab chiqarish, to'xtalish jarayonlari haqida to'xtalmayman. Kelsangiz o'zingiz Siyob kanali yoqasida juda ham so'lim joy, mana kelib dam olib oilaviy ovqatlanish uchun ham barcha sharoitlar bor. Ko'rib turganlaringdek yaqinda delegatsiya keladi bu yerga. Shuning uchun tadbirlar o'tkaziladi. Hukumat rahbarlari doirasida o'shanga tayyorgarlik ketyapti. Navbatdagi nurli manzillarimizdan biri juda ham ajoyib, juda ham so'lim go'sha, suv bilan bog'liq, hech qanday elektr energiyasi yoki bir tabiiy resurslardan foydalanilmaydi. Tabiat kuchi bilan qog'oz ishlab chiqarish jarayonlari haqida tanishib ketishingiz mumkin. Marhamat, sizlar kutyapti. Lokatsiya Samarqand, Konigil, Siyob arig'i yoqasi.